Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada reydlar davom etmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Politsiyachilar Sergeyev Posad shahar okrugidagi sanoat korxonalari, qurilish maydonchalari va chet el fuqarolari yashash joylarida tekshiruv o'tkazdi. Ushbu reyddan keyin Rossiyadan 90 dan ziyod migrant chiqarib yuboriladi. Nelegal 2026 nomli operatsiya davomida migratsiya qoidalarini buzgan Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlarining 92 fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Bu haqda RFIIV viloyat bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qoidabuzarlarga nisbatan 92 ma'muriy bayonnoma tuzildi. Ulardan 77 bayonnoma qaydga turish muddatlarini buzish va bo'lish muddatidan oshirib yuborish uchun RFMJTKning 18.8 moddasi bo'yicha rasmiylashtirildi. Yana 9 bayonnoma noqonuniy mehnat faoliyati uchun tuzildi. Yana 6 bayonnoma migratsiya hisobiga turishda soxta ma'lumotlar taqdim etganlik uchun rasmiylashtirildi. Har bir qoidabuzarga 5000 rubl miqdorida jarima solindi. Shundan so'ng ularning barchasini mustaqil ravishda Rossiya hududidan chiqib ketishi kutilmoqda. Politsiyachilar chet elliklarga qonunni buzishda yordam bergan shaxslarni ham jazoladi. Muhojirlarni ishga noqonuniy jalb qilgan 8 mansabdor shaxs va ish beruvchiga nisbatan ma'muriy materiallar to'plandi. Bundan tashqari politsiya xodimlari xorijlik bir shaxsni qo'lga oldi. Erkak 4 migrant uchun noqonuniy bo'lishni tashkillashtirgan. Shuningdek, chet elliklarni soxta ravishda hisobga qo'yganlik uchun 3 mahalliy ayol jinoiy javobgarlikka tortildi. Ushbu ishlarning barcha figurantlari uchun tilxat orqali hech qayerga ketmaslik tarzidagi ehtiyot chorasi tanlandi. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Rossiyada mana shunaqa kartalar yerda yotadi. Shuni olib magazinga agar buni uradigan bo'lsanglar, pul yechadigan bo'lsanglar, tamom. 7 yildan 12 yilgacha qamalib ketasizlar. Hozir bu karta o'zimizniki, просто eksperiment sifatida ko'rsatib beryapmiz. Oxirgi vaqtda juda ham rekomendatsiyalar, shunaqa ko'p videolar chiqyapti-da. Mana ko'rib qo'yinglar, podstavani boshqa yo'llari paydo bo'ldi boshlandi. Bumajnik bunaqa koshelok, sumkacha yoshdan qo'yib, podstavani qilish boshlandi. Ertalab obyektimizga kelsak, xuddi o'sha joyda Mishonga narsalar turgan. Uning ichida hamma narsa bor, plastik ham, pul ham, telefon ham, bunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa hech qachon olmayman. Hozirgi paytda shunaqa tuzog'lar ko'payib ketgan, shu narsani olsangiz yoki kameraga tushib qoladi yoki nimadir bo'lib sizni yo qamoq qo'yishadi yoki urushga bunaqa katta qapqo'ycha bo'ladi bu. Hammani ogohlantiramiz. Sankt-Peterburgda telefonda kamera, telefonini qo'yib ketgan. Bularni laxta senterga qo'yib ketgan. Hozirgi vaqtda millatchi guruhlar shunaqangi ko'p Rossiyada, hammasi menimcha o'shalar ishi deb o'ylayman, millatchi guruhlar ishi deb o'ylayman. O'sha maksimum shuni kartani oldiradi yo sumkani oldiradi yerdan ishlatib ochadigan bo'lsanglar, qayerdadir mashinaning yonida yoki tepada kamera turgan bo'ladi. Bittaslarni shu ko'radi-yu, bo'ldi, prosta takka qamalib ketasizlar. Prosta takka. Sizlarga shu narsa kerakmi? O'shancha Rossiyada yurgan musofirlar maksimum bunaqa narsalarga qaramanglar ham. Video uchun ham prosta olib borib, mana shunaqa ekan deb anaqa qilmanglar, yonida o'ralashmanglar, tegmanglar o'sha narsalarga. Bitta men emas, juda ham ko'p aka-ukalarimiz mana shu narsalar haqida juda ham ko'p ogohlantiryapti. Ming rahmat o'sha yordam berayotgan aka-ukalarimiz, video qilayotgan aka-ukalarimiz. Shunaqa narsalarga ehtiyot bo'linglar. Agar bu videoni O'zbekistondan ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha Rossiyadagi o'g'lingizmi, qizingizmi, farzandingizmi, xo'jayiningizmi, otangizmi, onangizmi tashlab qo'ying. Mana shunaqa narsalardan juda ham ehtiyot bo'lsin. Bu hammasi o'sha millatchi guruhlarni qilayotgan ishlari deb o'ylayman. Shunaqangi qiziq ma'lumotlarni o'tkazavermaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ba'zi musofirlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni shu kanalimda chiqarib boraman. Rossiyada chet el fuqarosining raqamli profili deb nomlangan yagona elektron tizim yaratilmoqda. U iyuldan boshlab to'liq ishlay boshlaydi. Mamlakat hukumati ushbu bazaga aynan qanday ma'lumotlar kiritilishini hal qildi. Migrantlar haqidagi ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida bir nechta davlat idoralariga MVD, Minselxoz, Minsifra, FSB, MID, MCS, Roskadastr, FNS, Minprosvещение, Рособорнадзор, Rospotrebnadzor, Bank Rossiy va OMS fondiga to'plab yuboriladi. Bu haqda hukumat hujjatiga tayanib TASS xabar bermoqda. Raqamli profilga ismi, jinsi, yoshi, sudlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, hisobga turish, haydovchilik guvohnomasi, transport vositasi va ko'chmas mulkka egalik qilish, ishlash uchun ruxsatnomalar va bank hisobvaraqlari kabi asosiy ma'lumotlar yoziladi.
Unga imtihon natijalari, shuningdek, kurs va diplom ishlari mavzulari ham qo'shiladi. Hukumat ushbu ma'lumotlarni ishonchli himoya qilishni talab qilmoqda. Idoralar ularni MIR davlat migratsiya va ro'yxatga olish hisobi tizimi orqali almashadi. Har bir profil soddalashtirilgan, tasdiqlangan yoki kuchaytirilgan deb nomlangan statuslardan birini oladi.